Alaboyeva Madina. Oh my god. Sizni proyektlaringizni boshidan beri kuzataman. Surxondaryodan. Surxondaryo qaytmaydi. Berilib ketmaymiz. Sizga rahmat. U ishlarni qilishda davom eting. Baha Sayfullayev bilan ham bo'lsin, batta. Baha Sayfullayev, this is Baha Kudesnik or not? Kim bu bola? Bilanam busin batta. Batta, what is this batta? Are you from Kakan? Utat. Ashaq zo'r so'kib qo'yishyapti. Qo'qonliklar bor, mana shu joyiga bor. O'laman-da. Akam bir keringlar Qo'qonga osh yeb ketasizlar. Voh, Qo'qon to'g'risida gapirdim. Oshli ham bo'ldim. Osh yoniga обязательно bitta achchiqqina sho'rvasi ham bo'lsin. 111 so'm beribdilar bizga. Assalomu alaykum. Oka, Absalom vor tez realga ot bering. Etib oldim aka. Yana shu bizning qadrdonimiz Agraviteldan 55555 krutton nomerlarni yaxshi ko'rar ekanlar Agravitelimiz. Meni chaqiringlar, suhbatlashamiz. O'zi shuni bir yo'lini qo'yish kerak. Balki biron bir platformada primoy efir qilib podpishkalar bilan suhbat qilarmiz. Balki o'zimizni premium Telegram kanalda shu ishni qilarmiz. Stixiya festivalining asoschilarini chaqiring podkastga Otabek aka nimadan boshlaganini aytib beradi. Qoraqalpog'iston haqida ko'pchilik bilmaydi. Adashmasam Otabek aka bilan biz ham tanishmiz. Ko'ramiz, hali vaqt bor. Balki taqdir bo'lsa birgalashib podkast qilishimiz mumkin. Repetitorlar bilan suhbat ham qiziq bo'ladi. Kimyo, biologiya, tibbiyot yo'nalishida. Deb uje miyali ishlamay qolyapti. Nimaga repetitorlar bilan yemayman? Nimaga o'qituvchilar bilan emas? Fan yo'nalishida saviya uchun insonlarni chaqirsak, negadir ularni juda kam insonlar ko'rayapti. Hali hanuzgacha biz xarizmasi juda kuchli bo'lgan, populistik yondashuvda yurgan insonlar diqqatni tortaveradi. Oka, bilasizmi? Biz o'g'il bolalar hayotda o'g'il bola bo'ldikmi, gapirdikmi, u gapga biz javob berishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Biz u gapni gapirishimiz biz o'g'il bolalarga xos narsa. Agar biz bu narsani bajara olmasak, biz kim bo'lamiz? Biz ko'p bo'lamiz. Deganimda menimcha prosmotrlar uchib ketish kerak edi.